6 qism 15-chesladagi kelishim. Lautang izchil men eng yaxshi do'stim deb o'ylaydigan odam. Lekin hozir Lautangni qaytib ko'rganda menda qo'rqinishdan boshqa texmi ko'p bo'g'ini g'azab edi. Men uni eng yaxshi do'stim qatorida ko'rsam, lekin bir jinga oldinib qopdiman. Lautang mashinaning to'xtaganligini ko'rib, hozirginicha mashina derazasini chekib etishni aytdi. Bo'ldi qil. Akang qarag'ayni ahmoq qilma. Uningga qarab varqirdimda mayni kuchab dasidim. Lekin bu chaqda mashina mangmay qo'ydi. Lautang ketmoqchi bo'lganligimni ko'rib, ko'zlarini poltaytqunicha xuddi meni yavitdigandek chakchiyib, mashina derazasini texmi kuchab urdi. Rolning oldida o'ltirib qandoqlik qilmay mashinani midiriltamadim. Qaraganda Lautang bir ish qilibdi. Bu karomating bo'lsa, derazani chakkicha laylab kirsang bo'lmamdi. Mushundaq vaqtdimi yasalmlik qilayotganni buni. Ümidsizlanib beshimni sangilatdi. Qaraganda bugun jinimdan ayrildigan o'xshayman. Belimni egib, o'rindiqning ostidan kulishdan birini tepib, bu yuzsiz qeri jin bilan jon tikishay deb qarasam, xotning ustida bir dal qora ranglik qo'l zanjiri turdi. To'g'ri, dal Lyoyin bu ustoz bergan qora ranglik qo'l zanjiri. Qattiq xushal bo'ldim. Aslida zanjir tushib qolmabdi-da. Baya jiddiy tormoz qilganda qo'limdan serilib xotga ilishib qopti. Lautangning laylab kiranmigini bekor emaskanda. Cho'qim mushu qo'l zanjiri bo'g'ashqa qalaymiqan ish qilanmagan gap. Bularni o'ylab, texcha yolg'ondan deraza chekayotgan Lautangga qarab qo'yib, uningga eshikni ochib berdim. Bu Lautang avtobus eshigi ochilganligini ko'rib, mashinaga chiqib tillashga boshladi. "Ey soltak, nima qilyapsan, ha? Eshikni ochmaganni oz deb meni ko'rib qochmoqchimiding?" Qo'l zanjirini taqib, yuragim oxir joyiga tushdi. Lautangning chiroyiga qarsam, rostilla ochiqlanayotgandek. Uning bundoq kuchab rol ilayotganligini ko'rib, ko'nglim rostilla ilishib ketdi. "Aka, qo'rqib ketman shu. Yo'q, necha kun bo'ldi seni ko'migili. Yerim kechida bu yerda nima qilasan?" Lautang o'dilimda o'ltirib, chiroyida uvalliqqa qolgandek ifoda chiqadi. Eg'izimni ching tutmay, oldingi kunlarda sana bak ko'p ishlarni degashga o'zimga avojliq deb oldim. Tunagin kunduzi ko'lchakkantiga borgan, tashirpa qoidab. Qandoq bo'ldi deb baqa? Anglishimcha qara. 10 yilning oldidagi birinchi qatnash vaqasida sen eliq kuni avtobusga chiqagan, beshiga oq lungi taqib olgan qerimi botdi ekan. Kentliklarning hammasi uni Lyutaga deb chaqirdi ekan. Shunga bu kentni qunishib petnamay, qorong'i bo'lsa-mu qechib chiqdim. Lautangning gapini anglab, kulush bilan beshig'ili urg'im keldi. Sen o'lgur, 10 yilning oldida o'lgan turib, hozir menga shu yilisi o'lgani Lyutaga demsan? Shuni o'ylab, tuvan ovozda g'o'dangshidim. To'qi. Davomli to'qi. Qandoq? Lautang gapimni anglab qolgandek ko'zlari chakchiyib ketdi. Ishonmayapsan? Bu oxirgi avtobusni eng yaxshisi bo'ldaydimi? Uning gapini tushundim. Menga vaksini silib, Lyutagining gapiga ishonma demoqchi ekan. Lekin u nimishqa o'zining o'lgan ishini lavu aytib berdi deganni o'ylamaydigandi. Uning bilan paranglashqim kelmay, tushib mashinani tekshirdim. Aslida bayqi jiddiy tormoz havo kilopanni etibapti. Zapchasni almashtirib bo'lgandan keyin mashinani qo'zg'atdi. Yo'lda Lautang izchil gap qilmadi. Shirkatga kelay deganda eg'iz ichib so'rdi. "Inam, sana Liu Jinjuni izda degandim. Izdidingmi?" Bu ismni anglab ochchig'im keldi. Yana yasalmlik qilayotganini. Tas qol demay u yerda o'lgili. Hozir texi mendan berib izdidingmi deb so'rabotdi-ya. Ha, bodim. Boshqa gap qilmadi. Odam ko'p bo'lsa, hargiz kayindagi gapni anglayolmadim. Ish qilib, u avojliqqa uchirgan o'xshaydi. Texi menga o'zini qutuldirishni aytdi. O'zimning aqldan xushal bo'ldim. Ikki tarafda qalaymigan gap qilib, bu ikkisini eziqtirib o'ynamizsam.
Senden yoshirmayman. Huayuan yo'li 2386 numar nomi chiqqan tagshi emas joy. Bu koni kichik rayonning o'tin mudofaa aslahalari yo'q. 10 yil ilgari kechida o't ketib, yerim binodagi odam kuyib o'lgan. Lautangdan bu gapni anglab ishondim. Kichik rayonga kirganda tom suvoqlari so'yilib, ichidagi qop-qora tom ko'rinib qopti ekan. Qaraganda rostilla o't ketgan tarixiga o'xshaydi. Lekin texmi jazmlashtirganim bu Liu Jinju degan shu yildagi o't kuyib o'ldigu deyman. Hozir bu 10 yil avval o'lgan qeri jin og'ini bo'lib, birlashib boshqalarni jin deb rostilla yuzi qizamaydi ekan. Bu binoda yana bir Liu familiyalik qeri botdi. Lautang nima o'ylayotganini bilmagachga gapini davom qildi. 10 yil oldidagi o'tni kuyib o'libdi. Bu qeri hayot vaqtida to'g'ri emas ekan. O'lgandan keyinmi to'xtamay Liu Jinju mushu qeriga qarab turish uchunlik ko'chmay hozirgacha 10 yil turibdi. Qo'limdagi qora rangli qo'l zanjiriga qarab qo'ydim. Darvaqa bu Lautangni tushundim. U cho'qim qo'limdagi zanjirni ko'rib, amal tepib boshqalarni qardab, o'zini oqlamoqchi bo'lyapti. Qasdanga uzunga so'zib, ha deb qo'ygandan keyin uningga moslashib berdim. Hey, Lautang, tez shirkatga qaytib ishga tush. Sen bo'lmasang zerikib qoldi ekanman. Ay, inim, bu shirkatga men hozircha qaytamayman. O'zingni ko'proq asra, ish bo'lsa sen bilan aloqalashaman. Bu javobmi o'ylagan yerimdan chiqdi. Uningga oyan. Hozir qaysi oshkorlanib qoldi. Beshimni langishitib qo'ydim. Bu orliqda shahar ichiga kirib bo'ldik. Shirkatga oz qolganda Lautang aldirabli mashinadan tushdi. Yotoqqa qaytgandan keyin karvatga yetib faqat uxlayolmadim. O'ylimga yadin necha kun g'oyib bo'lgan Lautang tuyuqsizlik paydo bo'ldi. Qo'limdagi zanjirni tutib, qandoqli bo'lsin, uni tushirib qo'ymaslikni o'yladim. Qanchalik vaqt o'tdikin o'zimni bilmayli uxlab qopdim. Ikkinchi kuni saharda qo'shni shahardagi tibbiy universitetda o'qiydigan Navi inim telefon qilib, og'illar bilan bizning shaharga o'ynag'ili kelganligini, tushdan keyin qiladigan ish yo'q bo'lg'achqa meni yo'qlab keladiganligini aytdi. Garchi kichigimdan bu Navrinim bilan ancha yaqin o'tmasammi, lekin nimalar degan bilan qondoshlik munosabatimiz bor. Uning ustiga u dal 3-hammomning o'g'li. 3-hammom oldingi kuni menga bayfanni tunishtirdi. Bunda cho'ng to'p turgan yerda o'g'ilni yaxshi kutib olmasam bo'lmaydi. Men Baldurli shirkat atrofidagi samovar sho'rxonasidan o'rin zakaz qildim. Tushdan keyin soat 2 da Navri inim 2 xolti meva ko'tarib keldi. Bu shumtak kelishgan cho'ng bo'g'ashqa havaslanib ketdim. Hozirgi bundaq chiroyiga qaraydigan jamiyatda agar Navri inimning yerimchilik chiroyim bo'lsa, avtobus haydasammi boshqalar xeyli ustin qarab o'g'itdi. Navri inim meni ko'rib xushal bo'ldi. Oddiygina ahvollashgandan keyin mendan kunda mashina haydab nurg'un odamni uchirib, qanday qiziqarli ishlarni uchratding deb so'radi. Buni anglab, yo kulishimni, yo yig'lishimni bilamadim. Qiziqarli ishlar yo'q. Yaqinda odamni yig'iltiradigan ishlar ko'p bo'ldi. Lekin men Navri inimdan xeyli cho'ng bo'g'ashqa bu ishlarni yanada bunday kichik bolaga so'zlab o'ltirmaginim tuzuk. Navri inim tamoqni shunday ko'ngilli yedi. Uningga ko'ktot seppagan vaqtimda beligimdagi qo'l zanjirni ko'rib, kulib turib so'rdi. "Aka, bu qo'l zanjirni yangam so'q qilgandi?" "Yo'q, bir do'stim so'q qilgan." Inim qiziqib qo'limdan tortib, zanjirni tafsili silab baqqandan keyin tengriqab so'rdi. "Aka, qo'lingdagi bu zanjirning materiali ajab g'alit ekan. Yog'ochmi emas, qo'sh teshig'imi o'xshamaydi." deb qo'yib qo'limni tortib oldim. Bu qo'l zanjiri jinimni qutuldiradigan narsa. U buzib qo'ysa bo'lmaydi. Inim texmi g'alitlik his qilib, qo'limni qayta tutib, cho'kisini qo'ygandan keyin tafsili silab, turib yiqib, hayronlik bilan menga qaradi. "Aka, men doktorlik o'rganyapman. Doim anatomiyalik tadqiqot qatnashaman. Senga chaqchaq qilmadim.
qo'l zanjirdagi bu qora marjon qandoqli qarasam odamning ko'z olmasi bilan yasagandek qiladi-ku. Navir inimning tuyuqsiz aytgan bu gapidan butun badanim muzga kirib ketgandek his qildim. Tamoq yeyotganda nimalar deyapsan? Qo'limni tortib olib, ochiqda shundoq dedim. Men shu buning materiali anatomiya darsida silab baqqan ko'z olmasiga o'xshaydi ekan dedim. Odamning ko'z olmasi bo'shliqda yerimay turibli chirib ketadi. Sen buni taqqili xeyli uzun bo'lganda, undaqda cho'qim emas. Enimning gapini anglab, kallam tuyuqsizda qalayma-qallashib ketdi. Lyoyunbo ustozning gapi aniq esimda. Bu qo'l zanjirini menga berganda, bu oyning 15-kuni uning yeniga berishimni topilgan edi. Uning ustiga bugun cheslag'i bir. Bu oyning 15-i bo'lsa, dal 20 oy vaqt. 7-qism. Tashlanib qolgan uy. Bu gap bək tuyuqsiz aytilg'ashqa, mayli uning chaqchaq ekanligini bilsam-mu, yanala meni qattiq jiddiylashtirib etdi. Lyoyun bu ustoz bilan men paranglashgan. Bu odamga shaksiz ishinaman. Balkim bu 20 oy vaqtning o'xshashligi faqat bir tasodifiylikdir. Aka, undaqa emas-ku, ha? Navri inim chiroyindagi o'zgarishni ko'rib kulib ketdi. Mundaqli bir chaqchaq seni mushunchalik qo'rqitibdimi? Odam go'shida yasalgan boliq manta degan kinoni ko'p ko'ribdingmi nima? Qaymoqan gap qilmay, qisib tamog'ingni yegina. Yuragim joyiga tushdi. Navri inim rostilla ochiqlanganimni ko'rib, men bilan chaqchaqlashishga petinmay, aslida tamoq yeb bo'lgandan keyin mening yotog'imga berib birdam o'ltirmoqchi bo'lgan. Lekin bu tamoqdagi ko'ngilsizlik bilan o'zimizning yo'liga maqdiq. Shirkatga qaytib, Odol Lavvuning ishxonasiga chopdim. Chunki ilgari uningga aytgan xizmatdan istifa beradigan ishqa Lavvumu qo'shilib, sirtdan shopir taklif qilmoqchi bo'lgan. Bugungi kunlikda Lev ustoz meni davomliq hayda degan ekan, mayli qanchalik xolimsammi, amalsiz haydayman-da. O'ylamagan bu aldirash Lavvu yana yo'q. U garchi faqat atrat boshlig'i bo'lsa-mu, lekin shirkatning xo'jayini har xil ishlar bilan aldirash bo'lg'ashqa, bizning bu kichik shirkatni boshqaribmi qo'ymaydi. Shunga Lavvu o'zini bu yerning ikkinchi qo'l boshlig'i deb o'ylaydi. Ishxonadan chiqib qiladigan ish yo'q. Bu qitim jinimni qutuldirish bilan o'zimning ayol ilohiy Bayfanni unutib qopdim. Qarasam vaqt baldirkan. Shunga Bayfanga uchur yo'lladim. Aldirashma. Men sizlarning idoraning yinida. İşten tushib, tamoq yeb kelaylikmi? Bayfan noit tezla 5 yerimda eshik oldida ko'rishaylik deb uchur qaytirdi. Bayfanning meni rad qilmaganligini ko'rib xushal bo'ldim. Demak, u meni unutmabdi. Qaytib oyog'imni maylab, kiyimimni almashtirib, bugun kechidagi ikkinchi qitimliq uchrashishga tayyorlik qildim. 5 yerim bo'lganda, ayni yili qo'ldash bo'lganda setib olgan kostyum burilkamni kiyib, yangi olgan galstukni taqab, uning shirkati ostida tikkida turib saqladim. Bu oliy darajali xizmat binosi ichidagi xizmatchilarning hammasi oq yoqiliqlar. Bayfan meni eshik oldida saqlashimni aytdi. Agar favqulodda uning xizmatdoshiga uchrab qolsam, uning yuzini to'kadigan ishni qilsam bo'lmaydi-da. Hech bo'lmasa, boshqalar avtobus haydaydiganligimni bilib olmasligi kerak. Ayol iloh degan yanala ayol iloh. Nuyisha. Mushundaq mig'ildigan odam to'pi ichida tursa-mu, ko'zga alohida ko'rinib turdi. Bir qarabla uni tanib oldim. Uning bilan tunji qitim ko'rishganga o'xshamaydigini, u bugun oq rangli ko'ynak bilan xizmatchilar yopkisi kiyib, butun badanidan aqlliq va qobiliyatli purg'i chiqib turadi. Umu noit tezda meni ko'rib, qo'lini pulangshitib, yiroqdan menga qarab keldi. Uningga qarab mazqush bo'lib ketibdi. Bundaq yaxshi qizchaqni televizor yoki tushtili ko'gil bo'ladi, ha? Bayfan kelibli pixildab kuldi. Baya yig'indan chiqdingizmi? Ha? Yo'q-ay. Yig'in bo'lmasa, ishingizga 3 qor, teshingizga 3 qor kiyib ismadingizmi? Bugun gradus 40 chiqdi juma. Amaliyotda demisi bilmaydim-kan. Eg'izdan chiqishiga issiqni his qilib, peshonamdan ter chiqishga boshladi. Bu qitim
5000 yuan naq pul bilan yanchuqni tompaytib chiqib, aslida uni elib, yana turmush hikoyasiga berib tamoq yeyishni o'ylashgan. Lekin bak qimmat deb bag'ili unimidi. Oxirida u meni so'rab kichik oshxonaga kirdik. Men gapga ancha usta emas. U gap qilmagan vaqtlarda qanday gap qilishni bilinmay, kayfiyat o'ng'aysiz ahvolga tushib, izchil bayfan gap tepib qildi. Ha, rost. Oldingi kuni Liutag'ning gapi bak g'alit anglandi-ku. Siz uni qanday taniysiz? Sizga kimni izdang deydi? Bu necha kundagi besim bak ig'ir. Birsini tepib bu dardlarimni to'kib olg'im keldi. Mayli menga amal tepib bermisin, o'zim yolg'iz ichimga saqlab turgandan yaxshi. Ko'z oldimdagi bayfan ko'ngil tushundigan qiz. Uningga desam, astoydillik bilan anglishiga ishinaman. Mayli bu kechirmish anglamoqqa qanchalik ishonchsiz bo'lsin, lekin bu yaxshi ish emas. Qizlarning qo'rqinchaqligida uningga yana bir bosh og'rig'i qo'shib bergim yo'q. Eshitma. Liutaga doim avtobusga chiqishga tonish emas. Oldingi kunlarda uningdan yordam so'ragandim. Bayfan tamoq yegash, ha deb qo'yib davomli so'ramadi. Tamoqdan keyin uni kinoga taklif qilsam, bu qiz yangi chiqqan jinning kinosini ko'ramiz deb turib oldi. Men albatta xohlamayman. Hozir kunda jinni ko'rib turibsan. Jin degan gapni anglab, butun badanim shurkunib ketdi. Lekin yanada uningga tang kelanmay, oxirida uning bilan kinoxonaga kirdim. O'lgur. Esimda qilishcha, davlatimiz ishlagan jinning kinolari faqat ovoz bilan odamni qo'rqitgandan boshqa qolgan yerlari karton film saviyasida ishlandigandek, ko'rgan odamni uxultib qo'ydigandek esimda. Lekin bugun kechda ko'rgan jinning kinosining voqealigining qo'rqinishlari, qonliq ko'rinishlar, odamni ang terik turgini tuyuqsizlik chiqish cho'tiq. Yozning havosi asildilli issiq. Salopitimni deb ichimga ko'ynak kiyib, galstuk taqab, sirtimga teg'i kostyum chapan, peshonamdagi ter chipildab to'kilib turdi. Aran deganda kinoni tugitib chiqsam, men xuddi o'rdoqqa tushgandek usti beshimdan ter qo'yilib ketdi. Kinodan chiqayotganda kaynimdagi bir jupning tuvan ovozda g'uding shig'imni angladim. Ey, jinim, hech qarabma o balaga, qo'rqib beshimni terlab ketibdi. Ishtinig'imni chiqirib atdim o texi. Qo'rqinchoq. Bu bir jupla xushalligidan kulib ketdi. Bayfan angladimi yo'q bilmayman. Lekin men aniq angladim. Bayfan bo'g'ashqila o'zimning salobitini saqlab turibman. Bo'lmasa, mushu eski mijozimda borulu uni tepib uchirib etdim. Ochchig'imni besib, yenimdagi bayfanga qarab qo'ydim. U xuddi anglamagandek beshin to'van silib, yonfunni besib o'ltirdi. Yig'ib aytganda, bugun kechlik ko'rinish muvaffaqiyatli bo'ldi. Bayfan garchi qo'rqib bo'ynimga kirib ketmasimi, lekin hech bo'lmaganda menmi qo'rqib uning qo'yniga o'zimni atmaganimning o'zi yomon emas bo'ldi. Yotoqqa qaytib qilgan birinchi ishim kiyimlarimni septashlab munchaga tushdim. Xizmat formasini almashtirib, qo'l zanjirini taqib tayyorlig'im to'liq bitganda 13-yo'l avtobusini haydab bosh bekatdan chiqib, bugun kechlik safarimni boshladim. Meni xushal qilgani Liutaga bugun kechda avtobusga chiqdi. Jinimni qutuldirganimning hammasi Liutag'ining qog'oz partisi qoldirish shafoatidan bo'g'ashgan. Liutag'ini ko'ribla xushalligimni bosolmay kulib ketdim. Liutaga tamoq chekamsiz. Cheksangiz tutashtiravering. Qaysi o'rinda o'ltirib chekkangiz kelsa maylingiz. Liutaga takalluf qilmay, ijoyg'inicha g'ansini chiqarib tutashtirdi. Yigit. Loliu bilan ko'rishdingmi? Ha, ko'rishdim. Liutaga qarang. Mau qo'l zanjirni Liu ustan sovg'a qildi. Shundaq degash, beligimni ko'tarib ko'rsatdim. Yaxshi. Loliu ish qilishni biladi. Liutaga qoldirgan qog'oz partisini esimga ilib so'rdim. Ey, Liutaga, meningcha sizningmi karomatingiz bor deyman-a? Menga maynat narsalarning choplashib olganligini bayqabsiz-ku. Karomatim deyish ketmaydi. Yoshga cho'ng'ib qolgandan keyin ko'rgan narsalarmi ko'paydi. Liutaga kulib tamokisini chekdi. Qarasam, maqtag'inimdan kayfiyat xeyli yaxshi o'xshaydi. Kentga qaytgan bu yo'lda Liutaga bilan xeyli paranglashib, tunogin kechda Lautangning to'yuqsizlik paydo bo'lgan ishini aytib berdim.
Liutaga rastlı köpni ko'rgan odamga. Bu jin odam deganning ishlariga xuddi odatdagi ishlardek qaraydigan bo'lib, hatto qo'shimini turib qo'ymadi. Lautang, bu odamni bilaman. Texi uning sana Liu Jinjuni izlashni aytganligini mo bilaman. Liutaga ikkinglar tanishamsizlar? Vay shumtak. U ya odam bo'lmasa, qandoq taniyman? Liutaga anglab tillab ketdi. Gapni xato qilganligimni bilib, o'ng'aysizlanganligimdan kulib qo'ydim. Bu Liu Jinju degan, men sana tanishtirgan Liu Yunbo bilan bir yerda turdi. Ularning binosiga 10 yil avval o't ketib, nurg'un odam kuyib o'lgan. Liu Jinju dal shu vaqtida kuyib o'lgan. Liu Tag'ining bu gaplarini anglagandek qildim. To'g'ri, bu dal tunagin oqshom Lautang menga aytgan gap. O'xshamaydigan yeri Lautang bu o't kuyib o'lgani Liu Yunbo degan. Albuki Liu Tag'ining degini bo'lsa Liu Jinju. Albatta, bu ikkisidan men Liu Tag'iga ishinaman. Ayni chog'da o'lgani Liu Jinju ekanligiga ishinaman. Chunki nimali degan bilan Liu Tag'i tunishtirgan Liu Yunbo menga yordam qilyapti. Menmi Lavodin Lautangning o'lganligini aniq angladim emasmi? Ey, Liu Tag'i. Bu Lautang nemishqa menga shuncha yiqilishidigandi? Shuncha uzun vaqt yasalmilik qilib nimaga erishmoqchidir? Bekatga oz qolganda Liu Tag'i g'ansini deriz sirtiga chiqarib qiyiqbatgandan keyin aldirmay eg'iz ochdi. Sizlarning shirkatdagi xizmat binosiga berib baqqanmidim. Borman? Doim borman. Kundidek. Ne bo'ldi? O xizmat binosining kaynida bir tashlandiq kichik 2 qavat uy bor. Bilamsan? Ha, bilaman. Anlashimcha, o kichik 2 qavatning tashlanib qolganiga 10 yil bo'pti. O'rin egallab turdi. Menmi nemishqa chiqib o'tmaydiganligini bilmadim. O tashlandiq 2 qavat bino 10 yil ilgirki sizlarning shirkat binosidir. Ikkinchi qavatning eng oxiridagi bir uy arxiv ishxonasi. Lautangning siri dal mushu arxiv ishxonasi ichida. Liu Tag'ining gapi tugaganda men avtobusni bekatga to'xtatib, aslida yana ozroq gap so'ramoqchi edim. Ammo Liu Tag'i ap kishini ko'tarib avtobusdan tushib ketdi. Ko'nglimdagi gumon bak ko'p. Bu Liu Tag'i zodi kim? Bizning xizmat binosi oldi kayindagi ishlarni aniq biladi ekan-ku. Meni texma hayron qoldirgani, hatto tashlandiq 2 qavatning qaysi uyi, qaysi o'rinda shunchalik aniq aytib berdi. Bu kichik 2 qavat cho'ng binoning kayniga odatda hech kim bormaydi. Menmi shirkatga yangi kelganda qiziqib bino oldida cho'gilab boqqan. Xizmatdoshlarimning aytishicha, bu 2 qavat burun rastli shirkatning xizmat binosi ekan. Keyin shirkat pul tepib, buning oldiga yangi qurilish sapdi. Lautangning siri mushu 2 qavatda. Qaytish yo'lida izchil mushu gapni o'ylab maqdim. Lautangning qanday siri bor? U 10 yil oldida bir mashina odam bilan vaqa chiqib o'lgan odam shu-ku. Yana Liu Tag'i aytgan 2-chi qavatdagi arxiv ishxonasi. Bu binoning tashlanib qolganiga 10 yil bo'ldi. Arxiv ishxonasidagi narsalar yana bormidi? Qaytish yo'lida qattiq yomg'ir yig'ib ketdi. Mashinani to'xtatgandan keyin yomg'irdan kuzatxonaga kirib kunlik olmoqchi bo'ldim. Kuzatxonada hech kim yo'q. Chiroq yiniq bo'lib, kuzatchi ustam nega ketdikin? Kunlikni olgandan keyin oldirmay shirkat qo'rosiga kirdim. Tafsili o'ylab baqsam, hozir shirkatda hech kim yo'q. Kuzatchimi yo'q ekan. Mushu kichik 2 qavatga kiradigan yaxshi fursat emasmi? Tishimni tishlab, cho'ng binodan aylanib o'tib 2 qavatga qarab maqdim. Odatda diqqat qilmabdi ekanman. Bu 2 qavat tashlanib qolganiga 10 yil bo'lg'achqa, kaynida eshik derazalari chirib, buzilib ketdi deb o'ylabdim.
lekin ko'z oldimdagi bu kichik binoning hammali yeriga temir tayoqchilari suvarkilangan bo'lib, yiroqdan qaramoqqa turmidek ko'rinadi. Kichik binoning eshigi ochiqkan. Yanfulimning qo'lchirig'ini ichib, ojiz nurda oldirmay ichiga mangdim. Binoning ichi qo'rqinchli darajada qorong'u bo'lib, uning ustiga ajoyib jimjit edi. İki tarafdagi hamma uylarning eshigi ochiq. Eng g'alati yeri ichida hech nima yo'qkan. Shirkatdagi shuncha ko'p tashlandiq zapchastlar tursa, ba'zilarini o'ylig'i dövlab qo'yganning o'rniga mushu tashlandiq binoni nimishqa iskilot qilmagandi. Shularni o'ylayotganda oyoq tevishi anglanib, qo'rqonimdan bir uyga kirib yo'shirinib oldim. Tak. 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 Bu ovoz ikkinchi qavatdan tushib, borgan sari yiqilib kelib, yana asta-asta yiroqlashgandan keyin temir zanjirining ovozi anglandi. Çatak, birisi eshikni qulflayapti. Arxiv ishxonasi. Eshikning qulflangan ovozini anglab, eg'izimni bosib etdim. Eshik qulflagan odam tuyuqsizla to'xtab qoldi. Ondan uzunga so'zilgan jimjitlik. Uning oyoq tevishini anglayolmadim. Hech qanday nafas ovozimi yo'q. Bu qop-qorong'u uy. Uzun koridor. Xuddi vaqt tarpidan tashlab etilgandek jimib qoldi. Bunda jimjitlikda texmi ko'p ovozning chiqishini umid qilardim. Hatto qo'lib silingan ovoz bo'lsa-mu maylitti. Bunda jimjitlik odamni boshqacha qo'rqitadigan bo'lib, hatto cho'ngroq nafas olishga petinolmadim. Shu paytda bir jup ko'z men ko'rolmaydigan yerda menga tikilayotgandek bilindi. Taxminan 5-6 minutdan keyin oxiri qulub sağan odamning qulubni ittirgan ovozini, ondan güp qilgan oyoq ovozini angladim. Xurum oyoqning yerga eg'ir dastalgan ovozi yiroqdan yiqilib kelganini anglab, nafsimni qisib, medirlashqimni petinolmay, beshimdagi ter yomg'urdek qo'yilishga boshladi. Oyoq ovozi oxiri men yushiringan uy oldida to'xtadi. Garchi men o'g'ri bo'lmasam-mu, lekin yanada ochiq oshkora chiqishga petinolmadim. Lekin 6-sezgimning menga aytishicha, bu qulub sağan odam do'st emas. Yanada ko'rinmaganim yaxshi. Kallamga tuyuqsizla qo'rqinchli har filmi keldi. Uningda bir sarang chat rayondagi tashlandiq uyga solinib bilib, o'ljining qiltaq tushishini saqlab, ondan rahimsizlarcha o'ldirib pachoqlab etdi. Bu qulub saqan odam men yushiringan uyning oldida uzun turmay, oyog'ini so'rganicha ustiga chiqib ketdi. Bu qitim bexaslik qilishga petinolmay, odamning mendan rostli yiroqlab ketganini jazmlashtirgandan keyin ondan yurgim o'rniga tushdi. Bu tashlandiq eski binoda hech nima bo'lmasa, nemishqa qorovul o'rinlashtirgandi. Undaqda javob faqat birla. Ikkinchi qavatda muhim narsa bor. Lyotaga menga ikkinchi qavatda Lautangning maxfiyatligi bor degan. Bu gapdan hozirgacha hayronman. Lautang 10 yil oldida qatnash voqeasida o'lgan. Buningda hech qanday talash-tortish yo'q. Boshqalar tarafidan o'ldirilmagan. Qotilning yolg'ondan yozgan isbotimi yo'q. Buningda nadin kelgan maxfiyatlik bo'lsa. Meni g'alitlik his qildirgani, Lautang degan bu jin boshqalarga chaplashmay, mening kaynimga kirib olib, texa har xil amallar bilan o'xshashli o'lgili 10 yil bo'lgan jinni tunishtirdi. Menimcha, Lautangning bu g'ayriy harakati dal Lyotaga aytgan maxfiyatlik bo'lsa kerak. Hozir birinchi qavatga qo'lib silindi. Ikkinchi qavatda g'alati odam bor. Bugun qandoqli bo'lsin chiqib ketolmaydigan bo'ldi. Qaraganda mushada bir kecha qo'nadigan o'xshaydi. Deraza yonida o'tirdim.
sirtda texichi yomg'ir yig'iyotdi. Eg'izimni buzib tillivatmoqchi bo'ldim-yu, lekin yanili yutib etdim. Hey, turmush degan mushu. Nurg'un vaqtlarda ko'nglimizda ochiq bo'lsa-mu, lekin degudek odamimiz yo'q. Sirtdagi sharildab yig'iyotgan yomg'irga qarab, o'zimni bilmayla uyquga ketib tush ko'ribdiman. Tushimda cheki yo'q dengizga tushib ketibdiman. Yenimda kichik bir kema bo'lib, ustida 2 odam o'tiribdi-dik. Dengizda butun jinim bilan tirkishib, kemadagilardan qutqizish talab qildim. Lekin mayli qanchalik tirishay, kemadagi 2 odam menga sovuq nazarda qarab turardi. Ularning chiroyini aniq ko'rishga tirishdim. Lekin ko'rinmas bir tom bizning o'tirimizni to'sib olgandek qiladi. Oxiri kuchimdan qilib, dengizga cho'kib ketadigan shu paytda oxiri ularni aniq ko'rdim. Bu ikkisi dal Lavtang bilan Liutag. Tuyuqsizda cho'chib uyg'onib, kuchab nafas oldim. Qachonlardandir sirtdagi yomg'ir to'xtab qolgan edi. Bu tush 100 ming olvasti paydo bo'lgandan-mi qo'rqinchliq. Lavtang texi Liutag bilan birlikka. Eng qo'rqadigan odam bilan eng ishindigan odam bir kiyimida ekan. O'lgur. Bu zada qandoq tush? Ochig'imda o'zimni bir qachat urdim. Tas qilgan ovoz bilan bu jimjit bino ichida boshqacha zil ovoz angladi. Tuyuqsizda inkasga keldim. Rostilla sarang bo'ptimi? Ustida yana bir narsa bor. Shundoq. Shuncha ko'p ishlarni o'tkazib, hozir yenimdagi odamlarning inson yoki emasligini jazmlashtirolmaydigan bo'lib qoldim. O'rnimdan aran turib, yon fulimni chiqarib qarab baqdim. Hozir sahar soat 3 dan 10 minut o'tibdi. Tangmo amdili suzilgan bo'lib, bino ichimi ozroq yorib qolgan edi. Davomli bo'lingda tugilib o'ltirishga tayyorlik qilayotganimda, ikkinchi qavatning naridandir xo'rak ovozi anglanishga boshladi. Bu tatli xo'rak ovozni anglab, uyqum butunlay ichilib, aksicha kallamda bir xiyol paydo bo'ldi. Ustidagi odam uxlab qoldi. Hozir dal ikkinchi qavatga chiqadigan eng yaxshi payt. Lavtangning maxfiyatligi ikkinchi qavatdagi arxiv ishxonasida. Mushtumimni ching tugdim. Kirib bo'ldim. Uning ustiga hozir chiqib ketamayman. Bundaq fursat ko'p kelmaydi. Shularni o'ylab qat'iy niyat bilan uydan chiqdim. Ikkinchi qavat men o'ylagandan-mu ko'ni bo'lib, qo'lchiroqning ojiz nurida atrofga bir qo'r qarab beqibla ko'nglim elishib ketdi. Bu yerdagi tashlandiq axlatlar intoyin ko'p bo'lib, oyoq, aroq botolkasi, eski latalar ajoyib sesiq burab turadi. Oldimga mengayotganimda tuyuqsizla yumshoq narsaga dasta olgandek his qilib, putimni tortib olib, bir qarabli qusivatgani tasdi qoldim. Dasta olganim o'lginiga intoyin uzun bo'lgan hamda og'ir darajada chirib ketgan mushukning o'ligi bo'lib, ustida mig'ildigan qurtlar mizlik taomlarini talishib yeyotdi. Hozir mushu dasta bilishim bilan qurt bilan chirgan go'sht mijilib, teximi yerginishlik bo'lib ketdi. Putimni silkib, oyog'imga chaplashib olgan chirgan go'shtlarni siqib chiqarib etganimda ozroq ovoz chiqib ketdi. Shu chog'da bino ichidagi xo'rak ovozi tuyuqsizda to'xtab qoldi. Bir putim texicha havoda. Medirlashqimi petinolmay qoldim. 2-3 minutdan keyin xo'rak ovozi yana bir qitim anglanganda yuragim joyiga tushib, ko'yishib ketgan putimni asta yerga dassab, ondan sharq tarafdagi arxiv ishxonasiga qarab maqdim. O tarafga yaqinlashgan seri sesiq buroq kuchayib, o'lik mushuk, o'lik itga dassa olmay deb boshqacha avaylab maqdim. Ang chatdagi uyning oldiga kelganda xo'rak ovozi quloq tuvimdili turgandek anglandi. Darvaqa qolib saqan bu odam arxiv ishxonasining uduldagi uyda ekan. Eshik mundaqli yepilgan bo'lib,
ichi qop-qorong'u. Ozroqmi nur yo'q edi. Arxiv ishxonasi boshqa uylarga o'xshamaydigan bo'lib, eshikka ajoyib cho'ng qilib silinibdi. Hatto derazlarga temir tayoqcha suvar kelinibdi. Bu mening qiziqishimni qo'zg'ab qo'ydi. Tashlanganiga 10 yil bo'lgan bir binoda faqat mushu o'gili qo'lib silinibdi. Demak, ichiga cho'qim bir narsa yo'shirilgan. Putimning uchiga dassab, qo'lchiroq yo'rig'ida derazdan ichiga qarab boqay deb o'ylab, amdili beshimni ko'tarib ichiga qarasam, gum qilgan ovoz o'duldagi uydan anglandi. Butun badanim sho'kilib, qo'lim titrab, yalfunim tushib ketdi. Terib elishqimni ulgurmay, yandagi uyga yoshirinib oldim. Uzun o'tmay, uy ichidan birisining tilligan ovozi anglandi. O'lgur. Shunda tatib uxlab hajat yiqildimi? Yuragim o'rniga tushdi. Aslida boyiq ovoz bu odamning karvatdan yiqilgan ovozi ekan-da. Lekin yanfunim texchi uning ishiga oldida. Amal tepib terib olay deyishimga tuyuqsizdan quloqni yarg'idek muzika ovozi anglandi. Mushunda vaqtimi telefon kelib o'ladigan bo'pti. Vay. To'g'ri, ha men. Ha bo'ladi. Hozir olib beray. Aslida uning yanfuni ekan. Peshonamdagi tarni surtib, dedim. Bek jiddilashib, yanfunimning kichik olmadigan muzikasini unutib qopdimi? Orqadan uydagi odam eshikni ochgan. Ajoyib sesiq buraq burnimga urildi. Burnimni etib olib, kallamda bu odamni kinolardagi odam o'ltiradigan qotilga o'xshatdim. Uning uydagi buncha sesiq buraq chiqirdigan nemik? Vahshiylik bilan o'ltirib parchalangan jasadmidi? Arxiv ishxonasi qo'liplandi. Derazasi suvar qilinibdi. Bugun tayyorlik qilmag'ashqa cho'qim kiranmayman. Hozir bu odam sirtqa chiqmoqchi bo'lyapti. Bu model mening chiqib ketadigan fursatim. Shularni o'ylab, yanfunimni ilib yiroqdan agishib, ko'nglimda bu odamning bu yerdan vaqtincha ayrilishi bo'lsa, qolib sanmay chiqishini umid qildim. Hani bo'lsa, bu odam birinchi qavatdagi eshikni ochib, qolib sanmadi. U chiqib ketgandan keyin xeylig'ich saqlab, palampay orqasidan tezlikda sirtqa chapdim. Binodan chiqqan vaqtimda u odam tuyuqsizla to'xtagan. Tezlik bilan qo'rodagi bir daraxtning kayniga o'tib oldi. Bu odam qulub sanmaganligini esiga ilib, ansirab kayniga qaradi. Lavu? Tas qoldim cho'chib varqirib etgili. Yotoqqa qaytib, necha yutum oqroq ichib olgandan keyin o'zimni karvatga tashlab etdim. Kallam qalayma-qalashib ketdi. Lavu mashina atritining ikkinchi qo'li. Huquqi bor. Pulmi kam emas. Nimishqa bu tashlanib ketganiga 10 yil bo'lgan koni binoda turdi. Texi arxiv ishxonasining oduldagi uydagi. Yana uning uyidan chiqqan sesiq buraq nima? Bularni o'ylab teximi kulkilik his qildim. Mashina atritiga kelgan 1 yildan beri avval eng yaqin do'stim deb qaraydigan Lavtang o'lgili 10 yil bo'lgan jin chiqdi. Hozir ustimdagi boshliq Lavumu chetilib qoldi. Eng qo'rqinchligi u zodi odammi, jinmi? Jazmlashtiramay qoldim. Men zodi nim bo'ldim? Nemishqa bu ishlar meni izlab keladi? Dunyodagi boshqa odamlar, ularning xizmatdoshlari, ularning rahbarlarimi meninkiga o'xshash. Hammasi jinmidi? Charchidim. Qattiq charchidim. Lekin amal yo'q. Oxirgacha tirkishiman. Chunki Lyuyinbo ustoz aytgan. Ishlar hal bo'lmay turib, bu 13-yo'l oxirgi avtobusini cho'qim haydashim kerak. Beligimdagi qo'l zanjirini silab qo'ydim. Yerim oydan keyin Lyuyinbo ustozni ko'rdim. Cho'qim uningdan amal tepishni o'tinaman. Mayli qandoqli bo'lsin, bu shirkatdan ketaman. Tova. Odatda kunda ko'rishib turadigan Lyushim. Simizlar zodi odammi, jinmi? Rostli bilamadim. Hozir hech kimga ishonmayman.
tang atqandan keyin g'ayratga kelib Lavvoning ishxonasiga bordim. Lavvo o'rindig'ida burunqidek o'ltirgan bo'lib, bexaraman holda choy ichib, radio anglab o'ltiradi. Lavvo meni ko'rganda boshqa g'ayriy chiroy ifodada bo'lmadi. Buningdan yuragim joyiga tushib, tunogin oqshom meni ko'miganligini jazmlashtirdim. Qanday Shavli? Ishingdan xotirjam bo'lanmidingmi? Ha? Lavvo kirganimni ko'rib, radioni o'chirib, menga kuldi. Aldirma. Materiallarni tayyorlab qo'ydim. Eli shaharga kirib, sirtdan shopirtaklik qilaman. Hojat yo'q voka. Bu mashinani haydab turay. Bir mazgil o'tganda deyishayli. Lavvoning chiroyi o'zgarib, amdili gap qilay deyishiga ko'zatchi buvay eshikni chekib, menga qarab dedi. Shavli, darvoza oldida bir seni izlab ketdi. Saqlayotgani xeyli bo'ldi. Men aslida Lavvo bilan ko'p paranglashgan bo'lmag'achqa, mushu fursatdan foydalanib qochdim. Darvozaga qarab manganda yo'l bo'yi tunugunki ishlarni o'ylashdim. O'lik mushuk, sesiq puroq, yana qoliplangan arxiv ishxonasi. Darvoza oldiga kelganda sirtqa mundaqli qarab qo'yib, birdilla andikib ketdim. Meni izlab kelgani tunji kechasi avtobusga o'ltirib, sevitini unutib qolgan heliqi mo'may ekan. To'qqizinchi qism. G'alati telefon. Bu mo'mayni ko'rib, yuragim qattiq qildi. Lavtaning deyishicha, uch shopur voqeaga uchrashdan burun uni ko'ribdi ekan. Lavtang jin bo'lsa, undaqda o'jo. Bu mo'mayning yuzdagi boshqacha ko'p qo'riqdan boshqa hamma yeri odatdagi mo'maylar bilan farqi yo'q. Lekin u nimali degan bilan tunji kunila avtobusga chiqqan odam. Ayni chaqda u menga aytgan gaplar halimu esimda turibdi. Hozirgacha o'ylasamni qo'rqaman. Mo'may mening tegichi darvoza oldida ang'iqib turganligimni ko'rib, Alloh'inichi varqirdi. Nemiga ang'iqib turasan? Hey, sen balaning kallasi hech o'ngshalmabdi-da. Kasalni balduroq davolatish kerak. Jo'na, meni izlaydigan ishingiz bormi-edi? O'ng'aysizlanganimcha hejiyib qo'yib, kaynimga bir qadam chekindim. Mo'may buni bayqab, sal xafa bo'lgandek, beshini boshqa tarafga burab, rozi bo'lmagandek so'rdi. Men esingdimi? Sen bala yaxshi odamlarni esingda tutamamsan, nima? Birdilla achchig'im keldi. Shuning bir eg'iz gapi bilan tas qolgan Lyotag'ini jin o'xshaydi o'tigil. Amdilikda yaxshi bo'ldi. Uning bilan hisoblashmasam, o'zi izlab keldi. Jo'na, sizning yaxshi odam yoki emasligingizni bilmayman. Ammo ko'zingiz teqichi o'ngshalmabdi-da. Mo'may anglab ochchig'i kelib, yerdagi sevitidan bir tal barangini oldi. Uning harakati pek asta bo'g'ashqa, uning qo'lidagining barangi ekanligini aniq ko'rdim. Ammo o'ylamagan yerdan u barangini menga otdi. Pak qilgan ovoz bilan mushtundek cho'nliqdagi baranga udul kelib beshimga tegdi. Beshimni tutib, og'riqdan ko'zimdan yosh chiqib ketgili tas qoldi. Voy jon. Siz texi meni urvatamsiz? Mo'may sevitini ko'tirib, burni bilan menga qarab, oldirmay eg'iz ochdi. Yana aljoq so'zligingni ko'ray. G'azabdan qo'sug'imdagi olti muskullarim ko'payib ketsa-mu. Lekin oldimdagi bu 60-70 yoshlik mo'mayni hech nima qilolmadim. Mo'may gap qilganini ko'rib, yana dedi. Bir tal barangi yeb kallag'ni obdan sagitib ol. Bugun men seni qutuldirg'ili keldim. Bu oyning 15-kuni kechda ishqa chiqma. Uyingda o'ltirib osmon o'rilib tushsimi eshagi borma, bildingmi? Men odatda garchi kam so'z bo'lsam-mu, lekin boshqalarga bo'ysunadigan mijozda emas. Bundaq to'yg'u xuddi sizni bir qachat urib, ondan kampit tutqizib,
Texi sen uchun yaxshi deyishlari bor. Bu o'lgur. Anamning yinida men uchun yaxshimi? Jo'g'ana, beshimni mo yervatdingiz. Amdilikda meni qutuldirg'ili keldim desangiz, sizingcha men ishnamaman-mi? Momay anglab qo'shimsini turib, yana barangi ilib menga otqash tillab ketdi. Shumtak. Beshing yerilib azroq qon oqqani kallangning uy ko'shkinidan yaxshidu. Momayning yana barangi etayotganligini ko'rib, tezlikda kaynimga chekindim. Bu qitim tayyorlik qilib olg'ashqa o'zimni osonla qochirib oldim. Momay ikki tal barangini ziyon qilganidan xafa bo'ldi-mu, sivatni ko'tirganicha burilib ketib qoldi. Ay, bu bola faqatla ish uqmaydi ekan. Bo'ldi, qarim yo'q. Momayning yiroqlab ketganini ko'rib, tufi deganimcha taksi to'sib, yaqindagi ambulatoriyaga bordim. Doktor mendan nima ish bo'lganligini so'radi. Uningga motordan yiqilib tushdim dedim. Yataqqa qaytganda bir necha xizmatdoshlarim uchrab qoldi. Ular beshimning tinglig'anligini ko'rib, yolg'ondan kuyingan bo'lib olgan. Deb qo'yib o'tib ketdim. Bu qeyri qaqvashlarning eg'izi tatliq bo'lgan bilan kaynimdan qandoq gaplar bilan mazoq qildiganligini o'zi biladi. Bu momoymi qiziqgan deyman. Shuncha yiroqdan beshimni yerivatgili keldimikin? Texi oyning 15-i eshikdan chiqma deydi. 15-chi nima ishga chiqmayman? Lyuyun bu ustoz menga topilgan. 15-chi ishdan keyin uning yiniga berishim kerak. Beligimdagi qo'l zanjirini silab, ko'nglim tinchlanib qoldi. Paras qilib boqay. Balkim u Lautanga o'xshash mening yaxshi o'tgunimni ko'ranmay, lekin beligimdagi bu qo'l zanjirdan qo'rqqanmidi? Bo'lmasa, g'oyib bo'g'ili uzun bo'lgan bu ikkisi qandoqsiga paydo bo'ladi? Yaqinda kayni-kayndan yuz bergan ishlarda tuzugrak uxlamoqdiman. Yataqqa qaytib, karvatga o'zimni tashlab, yaxshiroq uxlab olmoqchi bo'ldim. Lekin kallamda yana mushu qalaymaqan ishlar agib yurdi. Ayni chaqda bu momoy Liutag'ini mavjud emas degan. Demak, Liutag'i degan jin. Ondan Lautang bu momoyni 10 yil ilgirgi qatnash voqealarida paydo bo'lgan deydi. Undaqda bu momoymi jin bo'lishi mumkin. Keyin Lautang menga Lyuyunbo 10 yil ilgirli kuyib o'lgan dedi. O'xshashlar Liutag'imi menga 10 yil ilgari kuyib o'lgani Liuchinjo deydi. Hozir aniq bo'ldi. Lautang bilan Liuchinjo bir, Liutag' bilan Lyuyunbo bir. Hozir paydo bo'lgan bu momoy o'zi yolg'iz. Ondan bu bir dövi jilla bir-birini jin deydi. Bak murakkablaşib ketdi. Bu odamlarning hammasini men ko'rgan, menga gap qilgan. Hammasi menga intoyin nozik tuyg'u berdi. Bu tuyg'uni tutanmagan seri xotirjamsizlanishga boshladim. Bu shirkatga kirishdan ilgari hojatxonada cho'ntarat qilsammi, beshimni sirqi chiqarib qo'ydigan erkak edim. Mushu qisqagina vaqt ichida har bir qadamimni ehtiyot bilan bosadigan qo'rqinchoqqa aylandim. Shunda qalaymagan xiyol qilayotganda yonfonimga uchir keldi. Bayfan, bugun juma kashda mashinangizni uyga qaytaman debdi. Bayfanda doim mundaq bir xil iqtidor bor. Har qitim uning bilan paranglashsam, mayli qisqa uchir bo'lsa-mu, doim yuragimni illatadi. Meni cho'nqur hangdan baxtlik amaliy dunyoga qaytarib keladi. Xushallikdan eg'izimni yumanmay, tezli uningga uchir qaytardim. Bo'ladi. Biz ko'rishmagilimi necha kun bo'pti? Kashda ko'rishaylik. Bayfan bilan tanishqilimi xeyli kun bo'ldi. Tomoq yeb kinomi ko'rdik. Lekin hozirgacha munosabatimizni jazmlashtirolmadim. Biz zodi qiz-o'g'il do'st munosabatidami emasmi? Amaliyotda Bayfan bilan qiz-o'g'il do'st bo'lishdan umid kutib ketmayman. U shuncha munavvar, chiroyli. Agar menga agirsa, ziyon tortib qoladi. Bu necha kundir rostilla charchab qopdimi? Qalaymiqan xiyollarda, qachonlarda uxlab qolganimni bilmayman. Qanchalik vaqt uxldimkin, kichik olma naqshisi yana bir qitim muvaffaqiyatli holda meni uyqudan tortib keldi. Ammo xushallarligi telefonni Bayfan uribdi. Garanguronchilikda yonfonni ilib, tamkin qiyofatda vay dedim. Liya, nima qilyapsiz?
kelib meni aytalasizmi? Ne bo'ldi bayfan? Ha? Yanfunning soatiga qarab baqdim. Hamda tex 8 bo'pti. Men 11 da ishdan tushiman. Bilaman, lekin bizning kichik rayonning to'ki buzilib, butun binoda to'q yo'q. Men texich 13-qavatda. Koridor qorong'u. Tushishga petinolmadim. Bayqishimcha, bu 13-yo'l avtobusni haydagandan boshlab tasadduqlar uzilib baqmadi. Avval Lyoyin bu ustoz turadigan kichik rayon Xoyven yo'li 2386 nomer. Dal men haydagan avtobusning nomeri. Hozir Bayfanning uyimi 13-qavat ekan. Turib qoldim. Lekin tezli ma'qul bo'ldi. Chatoq yo'q. Undaqda hozirli boray, turib turing, ha? Telefonni qo'yib atgandan keyin Bayfan adresini avatdi. O'rnimdan turib, ozroq yig'ishtiribla sirtqa chopdim. Bu ish cho'ng desa cho'ng emas, kichik desa Bayfan o'zi qo'rqqan vaqtda meni esiga ilishi men uchun nomer qo'shadigan yaxshi ish tursa. Bunda qahramonning go'zalni qutuldirishidan bosh tortib qolamdim. Nəhayət tezla taksi to'sib, o'tirgan kichik rayonga keldim. Qoro ichida menayotganda o'ylab qoldim. Agar Bayfan meni uyga kirib choy ichishga taklif qilsa qanday qilaman? Bunda qorong'u uyda qiz o'g'il yolg'iz tursa, mushu fursatdan foydalanib, ochtiproq bo'lib, inqilobiy do'stligimizni yana bir palla yuqori ko'tarishim kerakmi qandaq? Tatlı xiyollarni qilayotganda Bayfan telefon qildi. Leo, keldingizmi? Keldim. Qoroda. Undaqda bek yaxshi bo'ldi. Tezroq chiqamsiz. Qo'rqyaptimi? Ayol ilohning qo'rqaman degan gapini anglab, birdilla qo'dash istiga tug'ilib, kaskinlik bilan dedim. Qo'rqmang, men bor. Qorong'udan qo'rqmayman. Hozirlik chiqay. Amsi yaxshi, tez. Sizni saqlab turay. Telefonni qo'yib, boshqacha hayajonlanib ketdim. Tunji qitim qorong'ulik menga mushundaq talay ep keldi. Texi menga yordam qildi. Bayfan turgan kichik rayon o'ttiral saviyada bo'lib, koridor ichi pokiz, yana texi kichik derazami bor ekan. Lekin nimalar degan bilan kech soat 9 dan oshgan bo'g'ashqa chiroq yo'rig'i yo'q koridor ichi yanada qop-qorong'u. Yanfunning ojiz nurini yondirib, tez suratda ustiga chopdim. Ko'nglimda go'zal ishlar bo'g'ashqa ikki putimga tugumas kuch yig'ilgan edi. Uning ustiga ozroqmi qo'rqmadim. Nəhayət tezla 7-qavatga chiqdim. Bu chaqda Bayfan yana telefon qildi. Voy, Leo, keldingizmi? Hozir yo'yinib chiqdim. Agar kelgan bo'lsangiz bino ostida saqlab tursangiz, yig'ishtirib olgandan keyin andin chiqamsiz. Bu gapni anglab, o'ng'i qilib so'rdim. Kagili xeyli bo'ldi. 5 minut ilgari telefon qilib, meni tez chiqing degandingiz-ku. Ablah. Bayfan xeyligacha gap qilmay tillivatdi. Leo, bundaq vaqtda meni qo'rqitmasangiz bo'lmamdi. Boya men yo'yinayotdim. Sizga telefon qilmadim? Bayfanning bu gapini anglab, o'ng soldagi qorong'ulikqa qarab, ikki putim qiytishib qoldi. O'ninchi qism. 10 yil avvalgi shopur arxivi. Bayfanning astoydil talaffuzini anglab, yuragim eg'izimga qapsilib qoldi. 5 minut ilgari men aniqla Bayfanning telefonini olgan tursam, u urmagan bo'lsa, kim urdi? Shuncha ko'p ishlarni beshimdan o'tkazib, hozir o'zim xeyli tamkin, ammo ikki putim gap anglamay titrashga boshladi. Men hozir 7-qavatda. Bu o'ng'aysiz o'rinda ustiga chiqsammi 6 qavat, pastga tushsammi 6 qavat. Uning ustiga men qechib ketsam, Bayfan qanday qiladi? U texchi uyda. Mayli kim telefon qilib, meni aldab ustiga chiqarmoqchi bo'lsa, uni cho'qim qutuldirishim kerak. Hozirgi ahvolda buning qiltaq ekanligini bilib tursam-mu chiqishim kerak. Chunki Bayfanga bir xatar yetib qilishini xohlamayman. Bir qarorga kelgandan keyin davomli ustiga mangdim. 8-qavat. 9-qavat.
10 qavat. Baya ustiga chiqqanda armay talmay 7 qavatga chiqqan. Amdilikda har bir qavatga intayin osti chiqib, putumga xuddi cho'yin esib qo'ygandek eg'irlashib ketdi. Oxiri keldim. 13 qavat deb yozilgan xatga qarab, beyaram bo'lishga boshladim. Bayfanning ishiga yerim echilgan bo'lib, ichida ojiz sham nuri chiqib turadi. Avaylab ichiga qaradim. Ammo texi aniq ko'rmay turibla, tuyuqsiz bir qo'l eshikning yo'chug'idan chiqib meni chim tutib oldi. Bu manzara men Xoyan yo'lidagi Liu Jinjoning uyida ko'rgan ishqa oppo o'xshash bo'lib, voqirg'inimcha sirtqa qochmoqchi bo'ldim. Bayfan o'ylimga yadin meni tutib olgan odam Bayfan bo'lib, butun badanimdan ter chiqqan holda uningga qaradim. Ammo u kulib, teliqib qolgan edi. Qaltisqo. Shuncha qo'rqib turibmi meni ag'ili chiqibsiz. Yonda turib, nima ish bo'lganligini tushunmay qoldim. Bayfan yana kulib qo'yib, yengimdan tatdi. Boyiq telefonni qasdan sizni qo'rqitay deb urgan. Maqsadim sizning mas'uliyatchanligingizni qandaqligini sinab beqish uchun. Aslida chaqchaqganda telefon qimmatim degan bu yolg'on gap. Jiddilashib ketgan nervam birdilla bo'shib, cho'nqur nafas ilib oldim. Tafsili o'ylab baqdim. Ahmoqmi men? Telefonda paranglish xotirsiz tursa, uning ustiga oldikayni 2 qaytimliq telefondagisi Bayfanning ovozi. Shundoq turibmi oldinib qolganim. Rastilla aqliy qobiliyatim bakli to'vangan. Chaqchaq qilib qo'ydim. Xafa bo'lib qolmagansiz? Bayfan mening gap qilmaganimni ko'rib to'van ovozda shundoq kechirim so'radi. Ishqis yo'q. O'zim bak sazgurlashib ketibdiman. Hech nima bo'lmasangizda bo'ldi. Bayfan miyig'ida kulib menga qaradi. Ko'rib olishga bo'ladi. U mening ifodamdan intayin rozi bo'lgan edi. Uning bilan tanishqili uzun bo'lmadi, lekin u men uchun yanada intayin muhim. Agar hozirgi do'stlar chambarigimda eng ishonchli odam kim o desangiz, faqat Bayfan bo'ladi. Yo'l bo'yi Bayfanning kayfiyati intayin yaxshi bo'lib, to'xtamay gap qilib keldi. Bu qitimliq sinoqdan keyin ikkimizning hissiyoti yana bir qadam oldiga ilgirlidi deb his qilyapman. Keyingi necha kunda avtobusni vaqtida haydadim. G'alati yeri bu necha kun boshqacha tinish o'tdi. Lautang shu qitim tuyuqsiz paydo bo'lgandan keyin yana g'oyib bo'ldi. Yana Liutag'imi ko'rinmaganiga necha kun bo'ldi. Heliqi mo'moymi shundoq. Lekin nemishqikin ko'nglimda yanada xotirjam bo'lolmadim. Bir yeri benormaldek his qilyapman. Meningcha bu necha kunlik jimjitlik Liuyunbo ustoz menga bergan qo'l zanjirining ro'ldinmik. G'alati yeri bu qo'l zanjirini yangi olganda tom qora rangda edi. Lekin bu necha kunda asta-asta chilon rangiga o'zgardi. Meningcha bu go'har bo'g'ashqa mushundoq o'zgarish bo'ldimik. Ko'zni yumib ochqucha dehqonlar kalendari bo'yicha 15-cheslaga keldi. Ishdan tushib, Liuyunbo ustozni izlab, mayli qancha pul kessin, amal qilib meni bu shirkatdan chiqarib etishni o'tinaman. Bu oxirgi avtobusdagi qo'rqinchli ishlar bak ko'p. Chidag'uvchiligim qolmadi. Ammo hozir ko'nglimda yana bir ish bor. Koni 2 qavatning arxiv ishxonasida zodi qandoq sir bor. Saharda Lavu menga telefon qilib, shahardagilar mening kashda jabo tortib ishlayotganimni ko'zda tutib, sirtdan shopir taklif qilib, men bilan olmishib ishlaydiganligini, necha kungacha keladiganligini aytdi. Achchiq kuldim. Bu men uchun xushal bo'lg'idek ish emas. Shopir kelib men bilan olmishib ishlaydi ekan. Ya biroqli qo'liga olmasa, buning qaraganda o'zim yolg'iz ishlasam bo'ladi. Bu asla herish hormaslikning ishi emas. Bekardan bekarg'ila bir begunoh odam kirib qoladigan bo'ldi. Tushda tomoq yeyotganda bo'dak yenimga kelib o'ltirdi. Men odatda bu so'ltak bilan boshlang'ich qo'yadigan munosabatda. Bu odam bilan xo'sham yo'q. Aniq qilib essam, u bir qaramoqqa yo'vash, ammo foydaga o'zini otadigan odam. Liyaka, bugun o'g'limning aytoshgan kuni.
Sorun tayyorlagandim. Kelib ichish berasan ha. Darvaqa o'ylig'inimdek bo'ldi. Bu gap aniq bo'ldi. Butun shirkatdagilar mening kechilik avtobus haydaydiganligimni biladi. Shundaq turibmi, meni taklif qilgani mendan qizil bo'loq talab qilgani. Bodak, kechilik avtobus haydaydiganimni bilasan-ku, boramayman. Bilaman. Lavodin ruxsat so'ramamsan, ha? Umi bordi. Hammaylar bo'lsa qiz emasman, ha? Lavum bor ekan. Oldingi qitim koni 2 qavatga borganda Lavu bo'g'ashqa arxiv ishxonasiga kiramagan. Bugun kechda uning haraq ishkili berishi men uchun eng yaxshi fursat emasmi? Bularni o'ylab, yanchug'imdan 500 yuanni chiqarib bodakka berdim. Inam, men rostla boramayman. Bu 500 koyni ep turgan, ha? Bodak 500 yuanni ko'rib ko'zlari parqirab ketdi. Amaliyotda umu ikkimizning munosabatida 200 yuan qo'yishga yaraydiganligini biladi. O'ylamagan yerdan 500 yuan berdim. Bodak pulni xushallik bilan oldi. Inam, bir ishga yordam qilamsan. Uning qo'liga kelib pichirladim. Yo'q. Bodak pulni yanchoq silib beshini kuchaplashdi. Ikkimizning munosabatida buni so'rash ketamdi deyman. Bugun loyig'imning tug'ilgan kuni edi. Uningga hamroh bo'lmasam bo'lmaydi. Lekin Lavu kundi kechda tekshirib bilasan-ku, ruxsat so'rasam mukofot pulni tutib oladi dedi. Bugun kechda Lavu sizlarnikiga berib aroq ichadigan-ku. Men faqat uni ko'proq ishkizvasak, bo'lsa xudini bilmagudek mas bo'lsa, qandoqli bo'lsin, kechrak qaysa degandim. Bodak gapimni anglab, sat ejib ketdi. Tushunma. Qizchaqning tug'ilgan kunida qo'l silish eng oson. Bu ishni menga topshir aka. Uni masqib xudini bilmagudek qilib o'taman. Bugungi kechini yaxshiroq o'tkazasan, ammo badanni asrajimi, ha? Bu ishning o'ngshalganligini anglab, uning bilan birdan kulishgandan keyin o'z yo'limizga mandiq. Bodakning kechlik o'ldirishi soat 7 da. Tushlik tomog'imni yeb bo'lgandan keyin qaytib baldir tayyorlik qildim. Lavu haraq ishkili bo'lsa, cho'qim eshikni quluplaydi. U qulupni ko'rgan. Tom zanjirga yo'g'on qulup esib qo'yibdi. 5 xil metal do'koniga berib, cho'ng ombor, qumurg'ush lom, bir qo'lchiroq setib oldim. Amdilikda odatdagi qulup emas, bexatarlik sandug'i bo'lsa-mu ochaman. Kech soat 6 da shirkat qo'rosi ichida aylanib, Lavuning kayinda 3 soat turgandan keyin soat 9 bo'lganda andin shirkatdan chiqdi. Tezlikda tashlandiq 2 qavatdan oldiga berib, qolupni chiqib ichiga kirdim. Bir qitim kagashga arxiv ishxonasining o'rnini bilaman. Shunga ortiq turmayla 2-chi qavatning sharq tarafiga qarab chapdim. Oldingi qitim kaga vaqtimga o'xshash arxiv ishxonasiga yiqilashgan seri sesiq biroq kuchayib beshim qiyishga boshladi. Lavuning burni gasmi bilmadim. Mushunda kuchlik biroqdimi uxlay olaydi ekan desa. Elim yaxshi harakatim chaqqan bo'g'ashqa 10 minutga yetmagan vaqt ichida arxiv ishxonasining qulupini ochdim. Qo'lchiroqni ichiga tutib baqsam, bu koni arxiv ishxonasini qilin to'pi besib ketgan bo'lib, ichida arxiv materiallari silingan shkaf bilan bir puti sunib ketgan ustaldan boshqa hech nima yo'q. Bu bino 10 yil tashlangan bo'lsa-mu, chiqib etilmabdi. Har bir uyda hech nima yo'q. Bu arxiv ishxonasida rostli material borligini o'ylamoqdim. Lavtangning siri cho'qim mushi shkafning ichida. Shkafning ichini ichishimga to'pi purqirab burnimga urilib qattiq yo'tilib ketdim. Shkafning ichidagi narsalar ko'p emas. Ko'zga eng chiliqadigini bir tarafga ayrim qo'yilgan 3 hujjat papkasi bo'lib, qo'limga birini ilib amdili qarab boqay deyishimga Bodakdan telefon keldi. Chatoq, cho'qim bir ish chiqdi. Voy, Lyaka, sana bir ishni deb qo'yadigan. Lavu boya 2 romki ichibla, muhim bir narsani unutibman deb ketib qoldi. To's qolamidim. Ha? Qachon ketdi? Bodak tutilib qilib, o'ng'aysizligini chukildi. Yerim soat bo'ldi. Meningcha boray dedi qo'dayman. Baylisangga telefon qilay degan, lekin ma'u soltakla menga haraq tutib, endi vaqt
Uning gapi tugmay turib telefonni qo'yib etdim. Bodakning adresini bilaman. Şirkatdan yarım saatlik yo'l. Bu Lavu tezlik keladi. Kechish kerak. Hujjat papkasini qo'ynimga silib, ishxonaning eshigini yepib sarangdek yugurdim. O'yldi beshimni sangilatib sirtdim yana bossam, oldimdan Lavu chiqib qoldi. Ha, Liyav. Aldirab nega maqdam? Yurak pok. Beshimni aran ko'tarib uningga qardim. G'ova ay nurida Lavuning ko'zidan qo'rqinchli har filmidagi Sarang qotil esimga keldi. Hech yo'q vaka. Avtobusdan yeniga mangan. Ha, berayman. Bexatarlikka diqqat qil juma. Lavu shundoq deginicha muramga urib qo'yib, xizmat binosining orqa tarafiga menib ketdi. Burilib qarsam, Lavuning mang'ini dal hiliqi tashlandiq ikki qavatning o'rni ekan. Eshikni men ochdim. Garchi meni naq maydonda tutmagan bo'lsa-mu, puti bilan paraz qilibla mening qilganligimni bila. Vaqtga qarab baksam, ondan 50 minut o'tibdi. Artıq o'ylamay tezlikda avtobusning yeniga bordim. Balkim oyga 15 bo'lganligi uchunmikin, bugun avtobusga chiqadiganlar intayin ko'p. Odatda 10 necha odam bo'ladi. Bugun yarim mashina to'shib bo'ldi. Su ambarning yeniga borganda birsi hojati qistab, menga yarim kun yolvorib to'xtashni o'tindi. Şirkatning qoidasi bo'yicha shoför yarim yo'lda mashinani to'xtatmaslik kerak. Lekin nimali degan bilan yezi yo'l. Boshqa mashinami yo'q. Shunga avtobusni yoniga to'xtatdim. Uni saqlayotganda arxiv ishxonasidan olib chiqqan hujjat papkasini ochib ko'rdim. Bu hujjat papkasida 3 grafik bo'lib, qaraganda 10 yil ilgari 3-yo'l avtobusining voqea chiqqan 3 shoföri o'xshaydi. Birinchi grafikdagisi Tang Shanshan, Shandong Sibo, 15 yil shoför bo'lgan. Ko'lchak liniyasida diqqatsizlikdan suv omboriga tushib ketgan. Mashinadagisi 30 odam. Ikkinchi grafikdagisi Wang Kei, Shandong Qingdao, 13 yil shoför bo'lgan. Ko'lchak liniyasida diqqatsizlikdan suv omboriga tushib ketgan. Mashinadagisi 28 odam. Uchinchi grafikdagisi Shongwei, Shandong Jinan, 13 yil shoför bo'lgan. Ko'lchak liniyasida diqqatsizlikdan suv omboriga tushib ketgan. Mashinadagisi 25 odam. Bu 3 grafikni ko'rib bo'lganda hojatga tushgan odammo qaytib kelgan. Grafikni tashlab qo'yib, mashinani qo'zg'atdim. Yo'lda izchil mushu grafikning ishini o'yildim. Qoida bo'yicha bu 3 shoförning materiali sir bo'lmasligi kerak. Liutaga aytgan maxfiyatlik qolgan 2 hujjat papkasidami? Yandagi grafikqa ko'zimni yugurtdim. G'alati ish. Bu 3 shoför voqeaga yo'liqqanda shuncha ko'p odamni bosganmidi? Grafikning o'ng osti bo'lingida bir qo'r kichik xatni ko'rdim. Ustiga qora moy qalamda odam ko'p bo'lsa hargiz bosmaslik deb yozilibdi. Bu xat intayin tonish. Bir yerda ko'rgandeklik qilaman. Esimga keldi. Anglab tikaman. Huayuan yo'lida xato izdivagan Liu Jinzhou. Men qochqanda kaynimdan odam ko'p bo'lsa hargiz deb varqirgan. Kayindikini anglamagandim. To'g'ri, u cho'qim odam ko'p bo'lsa hargiz bosma deb varqirgan. U nimishqa odam ko'p bo'lsa bosma deydi. Mashinaning orqa ko'rish aynigidan odamlarga qarab qo'ydim. Bu avtobusda oz degandimi 27-28 odam bor. Bu men oxirgi avtobusni haydagandan buyon odam eng ko'p chiqqan vaqt. Grafikqa yana qiziqib qarab baqdim. Mushu qarash bilanla yuragim eg'izimga qopsilib qoldi. Grafikda shoförning voqeaga yo'liqqan vaqti hammasi 15-yillik. Beshimdan sovuqlar chiqib ketdi. Avtobusni to'xtatib, o'zimni tinchlantirib olmoqchi bo'ldim. Lekin bu chaqda tormoz ishlamadi. Tormozni shuncha kuchab dassammi, avtobus xuddi sarang bo'lgan o'kizga o'xshash suv ombor tarafga qarab uchdi.